Bitta qiz yozyapti. Sizdan maslahat so'ramoqchiman dedi. Men aytdim, men maslahat bera olmayman dedim. Meni o'zimga maslahat kerak. Maslahatni ahli ilmlardan so'rang desam, ham bilaman. Lekin sizga berilgan odob, ilmdan sizdan maslahat olgim keldi dedi. Xo'p, eshitaman. Aqlim yetguncha javob beraman dedim. Menga sovchi kelyapti. Blogerlardan, treyderlardan, hokimlardan sovchi keldi. Kimga tekkani ma'qul dedi. Men aytdim, yahudiylar nasabiga, nasroniylar boyligiga, Muhammad alayhissalom davrlarida esa diyonatiga qarab tanlangan. Hozirgi vaqtga kelib aralashib ketdi. O'zingizga ma'qul kelganini tanlab tegavering desam, nima dedi bilasizmi? Men sizga tegmoqchiman dedi. Men aytdim, men oddiy bola bo'lsam, ota-onangiz bilan maslahashib ko'ring dedim. Ota-onam meni fikrimni, meni qarorimni qo'llab-quvvatlaydi dedi.